Bu mashg'ulotlarni qilib yurishsa, xotira yo'qolish, Alsgeymer kasalliklariga duchor bo'lishmaydi. 3 ta narsa bor. Buni qilganda gipokampda yangi miya hujayralari ishlab chiqadi. Bu hozirgi meditsinada ilmiy isbotlangan. Birinchisi och qolish. Qirollarga o'xshab nonishda, qirolichalarga o'xshab tushlik, keyin esa 18 soat och qolish. Qachonki organizmga ovqat bormas ekan, bu esa organizm uchun shok. Endi esa ikkinchi shok. Sovuq dush. Ya'ni cho'milib bo'lgandan keyin oxirida ustingizdan muzdek suv qilinadi-yu, degan vaqtda bu ikkinchi shok bo'ladi. Bu shok ham neyrotrofik yangi miya hujayralarini rivojlantirish uchun, rag'batlantirish uchun eng yaxshi shok. Uchinchisi yuqori harakatli doimiy mashg'ulot. Masalan, 30 sekund yugurasan, to'xtab qolasan. Yana 30 sekund yugurasan, to'xtab qolasan. Bu esa haqiqiy shok. Bularni bajarganda miyada yangi hujayralar paydo bo'ladi.